Assalomu alaykum kanalimiz muxlislari. Kantar mahsulotimizda mana bu ko'rinishdagi xorlarimizni zakasi bo'yicha yasab beryapmiz. Razmerlar bilan tanishtirib o'tadigan bo'lsak, razmerlar eniga 0.25 dan 0.38 gacha bo'ladi. Bu pul o'zgarmaydi. Bo'yi siz aytgan razmerga to'qib beramiz. Bunday kantar mahsuloti yasalyapti. Xudo xolasa mana ko'rinishda yakkari xorlarimiz 7-8 metrgacha beston behijoat ko'tarib turaveradi. Lombas, tom, plus patologiya bilan. 9 metrdan a'la ziyod bo'lgan masofalar joylar uchun qo'sh xora yasab beramiz. Ya'ni ikkita xorini 4-5 ta joydan qo'shib beramiz. Ana shu holatda behijot 10 metr, 13 metr bo'lgan joylar behijot bez ustun ko'tarib turaveradi. Kimga shunga o'xshash xizmat kerak bo'lsa, albatta telefon qilib aloqa chiqarasizlar. Xorlarimizni 1 metr 170 ming so'mdan 200 ming so'mgacha tayyorlab beryapmiz. Nimasida farqi bor degan insonlar uchun tushuntirib o'tamiz. Pastki qismida poni profil butun bo'ladi. Tepa qismida choykini soniga qarab turib bog'lanadi. 170 minglik xonasi bor. Tepa qismida 2 metrdan choyki bo'ladi. Uni shonsini 170 ming so'mdan yasab beramiz. Xudo xolasa choydan muammo bo'lmaydi. Tepasiga planka qo'yiladi. O'zimiz ichida kontrol qilib chiqaramiz. 185 ming so'mligi bor. Bir dona choyki bo'ladi tepasida. 200 ming so'mligi bor. Umuman choyksiz bo'ladi. Kimga shunga o'xshash xizmat kerak bo'lsa, albatta telefon qilib aloqa chiqarasizlar. Biz Qalachi pasatirma raqam qoldiramiz. Manzilimiz Farg'ona viloyati Bo'yda tumani Dehqonobod mahallasidamiz.